Ayniqsa dadani yaxshi ko'rganligi uchun yoshlikda dadani quchog'ida o'tirib oladi-da, chinida ovqat kelsa, go'shiga qarab tisha deb qoladi. Shunda ota nima qiladi bilasizmi? Shunday go'sht oladi bolasiga beradi. O'zicha quruq suvni ichadi. Bolani go'sht yeyishini ko'ringda, hidini keltirib yeydi. Cho'zib tortib yeydi. Otanichi maza qilib yegisi keladi. Chunki otada ham nafs bor, otada ham ishtaha bor, otada ham yegisi kelyapti, lekin bolasi ekanda. Endi shu bola katta bo'ldi, ota katta bo'ldi. Birortamiz otamizga kosamizdagi yo chinimizdagi go'shtni olib turib, otajon, men yoshligimda sizni chiningizdagi go'shtni ko'rib tisha deb turib yeb qo'yardim. Keling, meni ham go'shtimni bir yeying deb turib og'zilariga solganbizmi? Solsak nima bo'larkin-a?